Qizlar, sizlar bilan odzivlarni o'qiymiz. Birinchi odziv. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana Nihoyat bo'yingizni oldim qo'limga. Hozir olishim bilan yozaman. Sovg'a uchun rahmat deb shunaqa chiroyli rasm tashabdilar. Ikkinchisi, 28 xo'ralik kasbimiz olganlar. Bu kasbimiz 2 barobar natijani tezroq beradi. Yetib keldi, oldim. Hozir kelib ko'rib, etaman deb yozibdilar. Rahmat kattakon odzivlarlar uchun. Bu qizimiz esa bizning klassический lateks kasbimiz olganlar. Bu yengillangan, juda ham zo'r. Qazim bugun shunaqa go'z tashiganlar. Juda menga material yo'qdi. Bunaqa material mana olganman kasset, lekin bunaqa material zo'r emas. Shunday yopishib olib, qattiq ekan materiali. Juda Sifatini mahsulotimizni shu odzivdan bilsanglar bo'ladi. Ikkinchisi, Lashinali shortigimizga odziv kelgan. Oyoqlarini kim ozdirmoqchi bo'lsa, shu uzun lashinali kalta lashinalilar bular uzundan xarid qilganlar. Rahmat kattakon oldim, kutganimdan yaxshi keldi. rahmat hammalarga deb yozibdilar. Keyingi esa bodiyimizga odziv. Assalomu alaykum xonzoda, stavka uchun rahmat. Bodiyni oldim, juda ham zo'r ekan. Sog'liq uchun alohida rahmat. Menga yoqdi, Alloh rozi bo'lsin. Ishlaringiz rivojini bersin, tez orada kun soat karsizdan ham dastavka berasiz deb full karsetimiz haqida yozibdilar. Rahmat shunaqa chiroyli odzivlar uchun. Keyingisi, bularning muammolari oyoqlari bilan qorinlar bo'lgan sababli ular komplekt oldilar, ya'ni kasset plus lasina, o'shani o'zlarini o'qiyman. Hozirda pas zakazim oldim, rahmat kattakon. Har safar sig'madi deb boshingiz og'ritsam, tushuntirib yordam bergansiz. Rahmat, lashina zo'r ekan. Shunda sonim kichrayib qo'yganini his qilaman. Sig'ishni boshladi. Qoyil. O'zi hamma narsani sifatli, oyim ham olib berasan deyaptilar. Xudo xohlasa oyimga ham olamiz. Matosiga gap yo'q deb yozibdilar. Oxirgi odzivimiz. Kecha sizdan kassetdan lashina oluvdim. Bular ham oyoqlari, qorinlari mom bo'lgani uchun shu mahsulotlarimizni olganlar. Ertalabdan taqishni boshladim. Bismillah deb aytganingizda 8 soat taqdim. Ishonasizmi? Osilgan qornim ko'tarilib kichkina bo'lib qoldi. Shunaqa xursandman. Ularga boy ish qilyapsiz. Har bitta ayol og'riqli joyi bu tug'ruqdan keyin qorin ketmasligi. Ishonasizmi? 3 xil karsiz olganman. Odamlarning gapiga ishonib, siz anchadan beri kuzatib karsizni oldim. Bunaqa natijalar bo'lishibdilar. Ko'p chiroyli ismingiz yozibdilar. Rahmat kattakon asalam. Boylarga shukr. Sizlarning ham martabalar ulug' bo'lsin. Mana shu odzivlardan bugun iborat edi. Qizlar, like qo'yinglar. Обязательно ham boshqa odzivlarni shu aktualniy natijalar aktualniyda. Nimadir xarid qilmoqchi bo'lsangiz, kommentariy karset, lasina, full yoki deb bo'yni deb yozsanglar, sразу mendan keyin SMS tekshirsangiz, men sizlarga Telegramda beraman. Zakazlar faqat Telegram orqali qabul qilamiz. Sani yaxshi ko'raman. Bye bye.